2026 Chevrolet Monte Carlo yangi avlod sport avtomobili sifatida katta o'zgarishlar bilan taqdim etiladi. Ushbu model kuchli dizayn, zamonaviy texnologiya va yuqori tezlik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Interyer qulay o'rindiqlar, raqamli panel va smart tizimlar bilan jihozlangan yangi engine turbo quvvat bilan ishlaydi va yoqilg'i samaradorligi oshirilgan Safety Features Apps Airbags va avtomatik tormoz tizimi bilan mustahkamlangan eksterior sport ko'rinish LED chiroqlar va aerodinamik shaklga ega. Bu video Chevrolet Reviews kanali uchun tayyorlangan va barcha avtomobil ixlosmandlari uchun foydali. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tarmax 2026 Monte Carlo dizayni oldingi modellarga nisbatan yanada agressiv va chiroyli ko'rinishga ega. Avtomobil infotainment tizimi, katta ekran va internet ulanishi bilan boyitilgan haydovchi yordamchi tizimlar, avtomatik parkovka va sensorlar bilan ishlaydi. Dvigatel samaradorligi yuqori tezlikda ham barqaror ishlashni ta'minlaydi. Bu model yoshlar va avtomobil sevuvchilar orasida katta qiziqish uyg'otadi. Rangi variantlari ko'p bo'lib, har bir mijoz o'z uslubini tanlay oladi. Premium audio sistem musiqa sifatini yuqori darajada taqdim etadi. Chevrolet Monte Carlo shahar va yo'l safarlari uchun ideal tanlovdir. Yakuniy fikr sifatida bu avtomobil zamonaviy va kuchli dizaynni birlashtiradi. Har bir detal ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilgan va sifatga urg'u berilgan. Bu video orqali siz yangi Monte Carlo haqida to'liq ma'lumot olasiz. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun like va obuna bosishni unutmang. Tarmax brendi avtomobil ixlosmandlari uchun sifatli kontent taqdim etadi. Kelajakda yana ko'proq Chevrolet modellari haqida videolar chiqadi. Har bir video sizga avtomobil dunyosi haqida yangi bilim beradi. Kanalimizni kuzatib boring va yangi yangiliklardan xabardor bo'ling. 2026 Chevrolet Monte Carlo haqiqiy sport ruhini namoyish etadi. Uning tezligi va quvvati haydovchilarga ajoyib tajriba beradi. Videoni oxiriga